Otani farzandga yoki boboni nevaraga qoldirgan narsalari dunyo tilida olganda meros yoki 5 ta 4 ta do'konlar, chiroyli mashinalar demadilar, kapital demadilar. Unga chiroyli odob va ilm dedilar. Shuning uchun bir masala bor bu yerda. Biz o'zbeklarda yoki bizlarni diyorlarimizda farzandimiz tug'ildi, aqiqaga boryapmiz mana. Hali u necha kunlikdir. Onasi, bobosi, buvisi boshlaydi. Tilla nimaga? Kelinligida beramiz buni. Latta putta to'y bo'lganiga bo'ladi. Endi tug'ildi hali u. Hol yura olmaydi u, ko'zi ko'rmaydi uni. O'zini uddala olmaydi. Yig'ish, jamlash, terishni boshlaymiz. Nimaga? Katta bo'lganida sepiga, sarpasiga, uylanganiga, to'yiga, muchaliga